Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bugun 5-aprel 2026-yil. Shu Jizzax Ko'nifdan bizning videolarimizni ko'rib, yana bitta xudo xolasa dehqonimiz kelibdilar. Ular bilan ham shu полный подробный o'sha o'tkir bo'lgan hosillarini, kirib kelgan firmalarini, adreslarini ko'rsatdik. 2 gektarga, 1 gektarga Yedeni Gigant, 1 gektarga Select Holder o'sha o'tgan yili berganmiz. Bularni ham yaxshi chiqqan. Shu sortimizdan qilib berdik. Bu yil maqsadimiz qanaqa? Shu dehqonlar bilan pulli ishlash, dorilarni ham o'zimiz qilib beryapmiz. Bizani shu dehqonlarga yangi dorimiz, titan baraka ozuqasini ham qilib beryapmiz. Natijalari shu dehqonlarga bo'lgan hosillarida ishlatyapmiz. Har 10 kunlik holatda nazoratda qilib turibmiz. Natijalar juda zo'r. Bu dorimiz shu tarvuzi gullagan paytda beryapmiz. Где-то 1,5-1 metr bo'lgan atrofida уже bitta sepkanni o'zida polida ko'rinmay qolyapti tarvuz. Bu dorilarni ham o'sha ishlash jarayonida qilib beryapmiz. Akamiz bilan ham xudo xolasa bu yil daralarni ham aylanish ko'p niyatimiz bor. Buni o'sha yil oxirida sezonda xudo xolasa tarvuz pishig'ida ham ko'rsatib o'tamiz. Nima deymiz? Bularga aka Alloh hosillariga baraka bersin. Aka yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Xudo xolasa bu yil dehqonchiliklarni tugallab, keyingi yilga 10 gektar ekadigan bo'ldik. Alloh hosilingizga baraka bersin.